Xo'sh, nima bo'ldi, gapiring. Ruslar doktor Kim Myong-gukni ko'chish istagidan xabar topgan ko'rinadi. Ular harakatga tushib qolgan. Yig'ilish o'tkazilishi haqida xabar bering. Biz allaqachon hamma bilan bog'langanmiz. 3 hafta oldin Xon Seryon bilan ishlarimiz chappa ketgandi. Endi esa yana omadsizlik. Bizdagi ma'lumotlar tashqariga chiqib ketyaptimi? Afsusdaman. Biz buni qanday sodir bo'lganini aniqlashtirishga urinyapmiz. Xon Seryon o'ldi. U bilan birga ilmiy guruh a'zolari ham. Bu Shimoliy Koreya yadro dasturi muallifi hamda rahbari Kim Myong-guk. Shimoliy Koreya uning yuksak iqtidoridan atom energetikasini rivojlantirish va yadro quroli yaratish maqsadida foydalanyapti. Bilimlari ommaviy qirg'in quroli yaratish yo'lida xizmat qilayotganidan Kim Myong-gukning hafsalasi pir bo'lgan. U bizga yashirin noma yo'llab qochishiga yordam berdi.